Endi assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hamma O'zbekistondagi zemlaklarimga, hamma o'zbeklarga, kim Rossiyada ishlayotgan bo'lsa, Rossiyani hayotini ko'rgan bo'lib, izdevательствolarini ko'rgan bo'lsa, hamma narsalarni, shu narsalarni tushunib yetganlarga bu meni xabarim. Sizlar o'sha narsalardan, izdevkalardan zerikkan bo'lsanglar, sizlar hamma narsani yig'ishtirib, u yerda pastga urilmasdan uyga qaytib, soqani qilib, uyga qaytib Rossiyaga bormaydigan hayotni qilinglar. Yevropaga kelinglar. Yevropada hayotinglarni tiklanglar. Yevropada pul ko'p. Yevropada pulni ishlab, O'zbekistonga jo'natib, ana shunday hayotinglarni kechirishga harakat qilinglar. Rossiyani sekin